Jasur baribir rahmatli, Alloh rahmatga olgan bo'lsa, ummoni bir bo'ligi bo'lganda, Jasur rahmatli, uni ovozini olib tashlash yoki boshqa qilish biz o'zimiz anaqa ko'rmadik. Har doim har bir konsertimizda uni ovozini yangrashini xohladik. O'shaning uchun rep joylarini o'zim aytdim. Hit bo'lgan partiyalari, imini Jasur hit bo'lgan partiyalari qoladi. Ularni shu muxlislar bilan birga ishlaymiz o'zimiz.